Hali o'ta katta biznes plan tuzaman deb o'ylaydigan oshnam bugun yozyapti. Men oshna boyib ketdim deyapti Rossiyadan. Men bugundan muvaffaqiyatni kalitaman deyapti. Nimaga nima oldu desam, koronadan kredit olib o'chirib endi to'lashim shart emas deydi. Sen ham O'zbekistonda banklar bo'lsa shuna qilib kredit olib privilegiyasini o'chiribsan, hech kim bilmaydi deyapti. Hali bolada quruq salfetkani har xil sharbatlarga botirib vilajni qilib sotaman deb o'ylab yuradigan bola bor-ku. O'ttashi bola yo'ldosh degan oshnamni sun'iy poliga borib olib Telegram gruppaga video tashlagan. Sun'iy yo'ldosh o'ylab topdim deb. Telegramda bir kun sekretni chat och dedi. Nimaga desam, durov bilib olmasligi kerak edi, puli ko'p dedi. Bitta ochsam, qishda deydi gazli suvlar gazini ajratib, gaz zapravka ochib beraman deyapti. Bu Lyuboy suyuqlikni olib turib shprisga preparat bo'lishi shartmi? Salarkani o'zini ham tomiriga haydab bersalar miyasiga foydali edi. Rahit pahitmasmikin deyman. Bunday qarab turib, bepushtlik reklamasimikin mana shu bola deyman, to'g'risi.